Yaxshi ham shu konditsionerni opani. Kimsan sen? Assalomu alaykum. Men konditsionerning boshqaruv tizimiman. Bizning brendimizni tanlaganingiz uchun rahmat. Mahsulotimizdagi takrorlanmas funksiyalarni sizga tanishtirib o'taman. Konditsionerimiz modeliga to'xtaladigan bo'lsak, 12N8 modeli hisoblanadi. Konditsionerimizda ikkita tenti mavjud. Ikkala tent ham tashqi agregatda joylashgan bo'lib, -50 darajada sovuqda ham ishlay oladi. Konditsionerimizning invertor motori 130 kuchlanishda ham ishlay olishligini ta'minlaydi. Xizmat ko'rsatish maydoniga to'xtaladigan bo'lsak, isitishda 30, sovutishda 35 kvadrat metrgacha yetishi mumkin. Konditsioner tashqi agregati va ichki fenining radiatorlari misdan ishlangan. Bu konditsionerda Eiffel funksiyasi mavjud bo'lib, odamlarga qaratmasam havo purkab beradi. Avangard konditsionerimizda tungi rejim mavjud bo'lib, bu funksiyani bosib qo'yilganda, ya'ni Eco-Life funksiyasi ishlatilganda shovqinsiz ishlaydi. Avangard konditsionerimizda kniy funksiyasi mavjud bo'lib, bu funksiya orqali siz ortiqcha xarajatlardan cheklanasiz. Chunki bu funksiyada konditsioner o'z-o'zini tozalab oladi. Konditsioner haqida fikringiz qanday? Mahsuloting juda ham yaxshi ekan. Bunday mahsulotligini bilganimda allaqachon xarid qilgan bo'lar edim. Avangard mahsulot uchun emas, sifat uchun to'lang. Avangard degan mahsulotga emas, sifatga to'labman unda. Juda yaxshi.